الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Nisa'nın 20. ayetiga keldik. Ayet mazmun jihatda o'xshashla oila munosabati va oilaga munosabatlik bo'libmi ojiz bo'lgan kishilarningki haq huquqini qo'g'dash haqida ketyotidi. Shuning qatoridan birisi ayol kelishib uy tutib o'ltirish imkoniyati bo'lmagan vaqtda ayrilish to'g'ri keladi. Bu normal qonuniyat. Ayrilgan vaqtda ayollarning haq huquqini qo'g'dashning shakli, qo'g'dashning muhimligi, vojibligi haqida so'zlaymiz bugun. Astag'firullah. Va in aradtum istibdala zawjin makana zawjin va ataytum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'an ata'khudhunahu buhtana va ithman mubina. Avval qisqacha bir tarjima qilayotgandan keyin mazmunga kiraylik. Agar sizlar ayolni qo'yib o'tib, uning o'rniga boshqa bir ayolni olmoqchi bo'lgan vaqtinglarda sizlar shu ayollarni olgan vaqtinglarda bergan shu qanchalik ko'p bo'lib ketsin, to'yliqlardan hech narsani elib olmanglar. Acaba uni sizlar bo'hton va uchiq oshkora jinoyat tusimi ashta elib olamsizlar degan shaklda Alloh subhanahu va taolo ayol turmushidagi yuz berish ehtimoli ko'p bo'lgan yana bir tarafga qanday qilyotidi, ishorat qilyotidi. Ilgirki oyatda Alloh subhanahu va taolo ayol o'tiridagi munosabatningki davomli muhabbat bilan davomlashmaydiganligi, muhabbat bilan davomlashgan vaqtda masala chiqmaydi. Ayolni yaxshi ko'rsa, ayol erini yaxshi ko'rsa, o'tirida masala chiqmaydi. Ammo muhabbat bilan davomlashmagan vaqtdami ayolni bir oilada bog'lab turadigan bir haq huquqlarningki bog'liqini shu haq huquqning yuzidan olsa ayol kishiga normal muomala, ya'ni ayolning haq huquqiga kafolatlik qilgan bir shaklda turmushining davomlashtirishining kerak ekanligi. Ayoldan yomon ko'rgan bir taraflar bo'lib qolsa, uningga sabr qilsa, boshqa taraflardan Alloh uni cho'qim to'liqlab beradiganligi haqida ilgirki oyatda bizga ma'lumotlar, mazmunlar berilgan. Endi agar ashta qilmo turmushni normal davomlashtirish mumkin emas. Holat paydo bo'lib qoldi. Yoki ayol ikkalasining masalasi bu. Sabr qildi. Qarish tarafdan yomon ko'rgan taraflarga sabr qildi, chunki bolalar va yoki bir oilaning cho'lmasligini umid qildi. Eng adna haq huquqini qana qilishga, saqlashga tirishgan bo'lsa-mu, ammo bo'lmadi. Ya'ni o'z ara birisining huquqini saqlayolmaydigan bir holat shakllanibdi. Alloh rozi bo'lgan shaklda ayollik turmushining davomlashishiga kafolatlik qilolmaydigan bir holat kelib qoldi. Ya'ni bu shaklda davomlashsa, ayolning huquqiga kafolatlik qilolmaydigan yoki ayol erning huquqiga kafolatlik qilolmaydigan birisininki haqqiga kiradigan Allohning oila haqidagi tuzumini, iymoniy manhajni ijro qilolmaydigan bir holat shakllanib qolsa, u vaqt eng oxirgi chekludi. Shu vaqtida qana qilsa bo'ladi, ajrashsa bo'ladi. Ajrashgan vaqtda ko'p hollarda ziyonga uchrag'uvchi ayol kishi bo'ladi. Bu yuzni Alloh subhanahu va taolo erlarga xitob qilib turib, agar ajrashsanglar, ya'ni bu ayolni qo'yib o'tib boshqa ayoldan to'y qilaman demoqchi bo'lsanglar, endi to'y qilish bir ko'p xarajat talab qilgan bir ish. Har kishi bir oilaga kirish uchun balki necha 10 yillab ishlash to'g'ri keladi. Ba'zida ishlaganlarining hammani shu bir qitimliq to'yga sarf qiladi. Ikkinchi qitim bu oilani davomlashtirishga ko'z yetmagan ahvol ostida buni qo'yib qo'yib buzib yoki yana bir oilani qurayman degan vaqtda nihoyatda ko'p yana o'xshash chiqimlar bo'ladi. Bu nuqta erlarni shu vaqtda agar insofli qilmasa, Allohdan qo'rqmasa och ko'zlashtiradi. Ayollarga ilgiri bergan to'yloqlarni ilib olmoqchi bo'ldi. Endi biz o'zimizning urf-odatdagi qarablan ba'zi masalalarni tushunib olsak bo'lmaydi. Masalan, biz urf-odatlarimizda to'yliqqa ba'zida kiyim-kechak bilan to'yliqni bitirib qilamiz.
Ba'zi rayonlarda naq pul beradi, oltin, zibuzunnet jabtuqlarni oladi. Ba'zi rayonlarda ayolning to'yligiga uy yoki mashina ya degandek bir naq mol mulk beradigan gap endi. Er kishi ajrashgan vaqtda shu mol mulkka ko'zi tushadi. Chunki yana bir oila qursa lozim bo'ladi. Bu yerda ayolning huquqi daxli o'shaydi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatni nima deydi? Agar ajrashmoqchi bo'lsanglar, ayollaringlarni qo'yib berib yana bir yangidan oila qurmoqchi bo'lsanglar, sizlar ularga qanchalik ko'p mol berib ketinglar. Oyatning ifodasiga bir ifoda bor. Ko'p mol ifodasi bor. Ko'p mol berib ketinglar, uningdan hech narsani olib olmaysizlar deyapti. Hech narsani elib olmaysizlar deyapti. Oyatning mazmuni shu. Asli biroz oldiga qaytsak, ilgirki oyat degandek imkoniyat bo'lsa, ya'ni bir oilani eng tuvan chekda normal davomlashtirish mumkin bo'lgan muddatcha Alloh subhanahu va taoloning bizni talab qilganini davomlashtirish. Yaxshi ko'rmagan, yaxshi dediq-ku, yaxshi ko'rgan taqdirda tamam masala chiqmaydi. Yaxshi ko'rmagan taqdirdami va ashiruhunna bil ma'ruf en aqalli haq huquqini qana qilmasdan, zoya qilmasdan, uning insonligiga hurmat qilib, bir odamligiga hurmat qilib, normal turmushni davomlashtirish kerak. Mu'mindan talab qilinadiqini bu. Hasan radhiyallohu anhuning qishiga bir kishi qiziga elchib kelgan odam haqida maslahat so'rab, kelgan vaqtida Hasan radhiyallohu anhu shunday degan: "Sen qizingni deydi. Yaxshi, solih odam deb qolsa ba. Yaxshi ko'rsa, hurmatini qiladi. Yomon ko'rgan taqdirdami, zulm qilmaydi." Bu mu'minning sifati. Ayollarga tutadigan ayol munosabatidagi mu'minning sifati bu. Ayollarni yaxshi ko'rsang, hurmatlaysa, yomon ko'p qolgan taqdirda uning zulm qilmaysa. Endi mush ahvol bulanmagan vaqtida zod rag'batan qaytdi, uning rag'bati qaytdi. Bu ikkisi takror desak, Allohni rozi qiladigan, Allohni g'azablantirmaydigan, birisining haqqiga kirmaydigan shaklda eng tuvanchak to'sib turmushni davomlashtirish mumkin bo'lmay qoldi. Bunda ahvollar bo'ladi. Bunda vaqt yana bu bir uyda turolmaydigan darajaga bo'lgan ikki odamni bir uyda sulab qo'yib, bu uyni majbur davomlashtirishning aslo o'rni yo'q. Bu insonning tabiatidagi ahvol. Islomningki alohidligi bu. Xristianizmga o'xshash ikkinchi qatim to'y qilsang, nikoh tushmaydi yoki nikoh o'qimaymiz deganga o'xshash ideya yo'q. Chunki ayol ashta kelishadi, kelishamay qolib qolsa, bu oila ishkilisiga nisbatan bir dunyodagi do'zaxga aylanadi. Ne onunla buna nisbeten muhabbet, ne bununla nisbeten ihtiram, birisining haq huquqi hech kim qolmaydi o'tirdi. Bunda ahvolasi da ayrılısı bulundu. Lekin ayrılgan vaqtda deganimizdek ziyonga uchraydigan taraf ayol kishi. Chunki islomning to'y qilish, to'ylik qoidasi ayolga to'ylik qiladi. To'y qilgan vaqtda uningga az yuqorining cheki yo'q, ammo pul, mol ma'lum pul molni uningga to'ylik sifatida berib, undan keyin to'y qiladi. Dal mushu pul molga erkishiningki ajrashgan vaqtda ko'zi tushadi. Agar och ko'z bo'lib qolsa, Allohningki buyruqlarini ijro qilmaydigan kishi bo'lib qolsa, shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shunga eskartib, "Sa uningga ataytum ihdahun", sizlar ularga bir qintar degan taqdiringlarni. Qintar degan arab tilida nima desanglar, buyuk bir top. Mal maqsad bu yerda buyuk bir topni qintar. Asli burungi zamonlarda qintarni bunda o'lchaydi. Bir qiliningki tirisini so'yib, ichidagi guchnayotgandan keyinki bir tulum holati va tirisiniki. Shu to'shqidek mol-mulkni asli qintar deydi. Ya'ni bu yerdagi maqsad bir kinoyi shakldagi, bir misol shakldagi ifoda. Ya'ni u qadar ko'p mol-mulk bersangmi degandek bir narsamdi. Her millatda bir narsaning ko'pligini ifodalash misollari, kinoyalari o'xshamaydi. Masalan, bizda tog'dek mol-mulk. Tog' olsa yetib yesa to'shmaydi. Masalan, atning kallisidek oltin. Mana ifodalab qo'ya bizda mana bu mashta ifoda. Qintar nihoyat ko'p mol-mulk ifodasi. Ko'p mol-mulk ifodasi. Da'vatudiki sen uningga bergan ko'p mol-mulk qilchilik elilish qilmaydi. Nima ish qil? Sen onunla bergen mal-mülkün ayol alaqısı saqlanğan, ayollik turmuş davam qilgan muddatning kapolasini bilgan narsa emas. Faqat ayol kishi o'zini sana tava qilganligi uchun
bergan narsa. Tavba qilgan birinchi minutdan tortib u mol mulkka sizning haqqing qolmaydi. Mayli sizning oila turmush hayotingga 1 soat davomlasin, 2 soat davomlasin, ayol o'zini sana tavba qilib, sening ixtiyorligingga bir topshiradigan bir holat bo'ladi. Shu holatdan keyin bu mol mulkda aslo va aslo sizning haqqing qolmaydi. Mayli uning bilan 1 soat, 2 soat, 1 kun, 2 kun, 1 ay, 2 ay bilol. Shu minut o'tdi, sening u mol mulkda qanday qolmaydi? Haqqing qolmaydi. Mana bu mol mulk bunun hech narsani elish qolmaydi. Mushu ayollarning to'yligi haqida gap chiqdi. Umar radhiyallohu anhuning zamonasida yuz bergan bir voqelik va bunga munosabatlik to'yliqlar qimmashib 400 şu vaqtning pulista ve ko'p bir pul şekilde o'sib ketgan bir davr var. Yani 400 tenge atrofida. 400 tenge degan bugungi zamonda balki 40 necha ming atrofida to'g'ri kelishi mumkin. O'sib ketgandan Umar radhiyallohu anhu mihrobga chiqib 400 tengedan ortiq to'yliq vermaslik. Agar kim bu to'yliqni bunday shaklda bersa, ortiqni Baytul Molga qo'shitish haqida so'zlaydi. Buning har xil rivoyatlari bor. Umar radhiyallohu anhuning o'zidan qilingan rivoyatlar bor, boshqalardan qilingan rivoyatlar bor. Umuman kelgan rivoyatlarning hammasining xulosasi nima desa, Umar radhiyallohu anhu mihrobda turib 400 tengedan eshib ketmaslik haqida buyruq tushirdi. Şu aman ayol kishidan birisi, Qurayshdan bir ayol o'rnidan turib buni qarshilik qildi. Bunda qilish huquqing yo'q sening. Umar radhiyallohu anhu mishqa. Chunki Alloh Qur'onda va ataytum ihdahunna qintara deb ayollarga beradigan to'yloqni qintar ifodasi bilan ifodaladi. Qintar degan gap bunda ko'p mol mulk ifodasi. Allah ayollarga beradigan to'yloqni ko'p mol deb uni chek bekitmagan tursa, sening uni manch tengida, anch tengida deb chek bekitish huquqing olmaydi. Umar radhiyallohu anhu shuni bilan men xatolashibdimi? Ma ayolninki gapi to'g'ri deb fikrdan yangan bir ahvol bor. Ya'ni ayol kishiga berilgan to'yloq izning ma'lum mazhablar o'tirisida farq bor-da, buningda. Ma'lum bir cheki bor. Hatta ba'zi mazhablarda uning cheki yo'q, yuqorisining nimasi yo'q, cheki yo'q. Ayol kelishib turadi. Ammo sen qanchalik to'yloq va sening shu ayoldan xoli bo'lgan muddatdan ayol o'zini sana qo'yayotgan bir holati boshlangan vaqtdan tortib sening u mol mulkda aslo va aslo haqqing qolmaydi. Anikin Allah subhanahu va taolo oyatning oxirida e'lonlanmaysizlar deb bo'lib oyatda qanday dedi? Fala ta'khudhu minhu shay'an. Undan hech narsani olmanglar deb bo'lib nihoyatda inkar bir şekilde ifade qilinib, "Ata'khuzunahu buhtanan va isman mubina." Nimish qilib olasizlar deydi uni. Buni elevelishning o'zi haqqi bo'lmagan narsani olganlik buhtan. Chunki shu minutdan tortib, tunji minutdan tortib sening haqqing tugidi olmaydi. Bu bir. Ikkinchisi sen buni bir narsa oson jinoyatkor bo'lasan. U oshkor jinoyatkor bo'lasan. İlla ki ayol kishi o'zi rozilik bo'ldi badinsa o boshqa. Ammo ayol kishining haqqi bo'lgan muddatcha, ayol kishi yo'q mening haqqim degan muddatcha elolishing ig'ir jinoyat. Sen mush shaklda elolamsan uni deb ma shaklda bir inkor keltirib bo'lgandan keyin 21-oyatda texmi cho'ng bir ifoda qo'llandi. Ya'ni va kayfa ta'khudunahu wa qad afta ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Ya'ni bu mol mulkninki elevilinmasligining sababini texmi tafsil tushuntirdi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni qanday qilib olasizlar? Halbuki sizlar o'zaro bir-biringizga to'liq echilib ketgan do'stlar. Ma oyatning ifodasi biroz kengri ifodaladi bizga. Va sizlardan nayt ig'ir bir va'dani olgan do'stlar. Oyatda qo'llangan ifoda va kayfa mana bir xil taajjublanish ifodasi. Taajjublanish ifodasi degani aslo buning elishninki yo'li yo'q. Har qanday shaklda bahona ko'rsatib elishning haqqi yo'q. Qanday qilib olasizlar degan bir ifodani bizga beradi. Nimishqa sabab nima desa, vaqat afda ba'dukum ila ba'd. Biz oyatning ifodasiga bir inchki nazar solaylik. Afda degan so'z normalda fado, unda olam bo'shliqi, kengri o'rin, kengri
degandek bir xil ma'ni ifodalaydi. Ya'ni bu yerdagi vaqat afda ba'dukum ila ba'd degan gap birisi-birisinglarga to'liq echib etilgan. Ya'ni kengroq ketgan. Ya'ni birisi-birisinglarga echilmagan ya qolmagan, birisi-birisinglarga yiqishmagan ya qolmagan degandek bir ma'noni ifodalaydi. Nima desanglar, buning eng yorqin ifodasidan birisi mayli er, mayli ayol dadisiga achanmaydi. Onasiga achanmaydi. Qarindoshlariga achanmaydi. Hech kimga achanmaydi. Hatto bolalarga achanmaydi. Ammo birisi-birisiga qanaqlanlaydi, achalaydi. Har holatda, uyda, yotoq uyda, oshxona, har qanday yerda birisi-birisiga to'liq echilalaydi. Ya'ni bu yerda ayol kishi o'zini erga to'liq dadasiga ochmagan, onasiga ochmagan, onasiga qo'yatmagan, hatto o'zining bolalarga qo'yatmagan narsani erining oldiga qo'yadi. Ayet mashakil ifodalayapti. Yana bir oyat bor. Ayol munosabatini bizga tasvirlaydigan. Hunna libasul lakum va antum libasul lahunna. Sizlar ularga kiyim, ular sizlarga kiyim. Kiyim yepishganda yepishadi. Munosabat bu qadar darajada. Ayolni dadasiga, onasiga, qarindoshlariga, hatto bolalarga halol olmagan taraflari har kishiga halol bo'ldi. Erning ayolga o'zining ota-onasiga, qarindoshlariga, bolalarga halol olmagan taraflari ayolga halol bo'ldi. Ya'ni bir ayol sana bu qadar ichilsa, sen yeni qaysi yuzing bilan demakchi, qaysi yuzing bilan elib olsa degan narsa. Dafaqa dunyoda mush nikah so'zi bilan oyatning oxirisida va akhadna minkum mithaqan galiza deydi. Ig'ir bir va'da, ig'ir ahda deydi. Mush nikah so'zini maqsad qilmoqchi, oldim taqdim degan so'zni mush so'z bilan sana ichilgandek. Dunyoda kim sana unday ichiladi? Hech kim ichilmaydi. Sen nikohlab olgan ayol, shu nikohlab shu og'a vaqti bergan bir so'zing vasini men oldim, mening tavallikingga o'tdim masalan. Men seni hayotimning oxirigacha himoya qilaman degan bir va'dang bilan sen o'zini ochadi. Sening bergan mol-mulking dal mushu xil shaklda sana ichilishning badali. Sana bir qitim ichildimi, nelish huquqing yo'q. Ayol kishi ba'zi nuqtalarda erlarga qattiq muomala qiladi yoki askilik qiladi deydi, yoki bir xatolik o'tkazib deydi. Ayol kishining shu taraflarni o'ylash kerak. Bu ayol kishi dunyoda shu an yer sharining ustida hech kimga echilmagan shaklda menga echiladi. Va shu asosda uning o'tkazgan xatoligi, achchig'ini keltirib qo'ygan taraflarini kechirib o'tib, unga yaxshilik qilishni o'rganish kerak. Chunki bu Qur'onning talabi. Payg'ambar alayhisalom shu haqda xayrukum li ahlihi. Eng yaxshilaringlar oilasiga yaxshilik qilganlar. Men sizlarning shuningdek oilasiga eng yaxshilik qilganlar dedi. Oyat dal mushu nuqtani tutib turib, ulardan hech nimani elib olishninki haq bo'lmaydi. To'g'ri emasligini bizga qanday da'vat etdi. Ya'ni qandoq meli bo'lasizlar? Ma oyatni qo'llangan ifodasi. Qandoq malisizlar va mol-mulkni albuki sizlar birisi-biringizga otliq echilgan to'sanglar. Boshqalarga echilmaydigan shaklda echilgan to'sanglar. Oyatning oxirisida va akhadna minkum mithaqan galiza. Nayt ig'ir va'da. Odatda ahd misaq payg'ambarlarning ahd misaqi galiz deb sifatlandi. Ig'ir, qattiq ahd misaq payg'ambarlardan qolsa, er ayol o'tirdik ahd misaq, andan ahd qattiq ahd misaq, chin va'da, mustahkam va'da shaklda tasvirlanadi to'g'ri. Nimishqa qaysi ahd misaq bu? Shu nikoh so'rinida ayol kishiningki qabul qildim, taqdim degan bir ifodasi, er kishiningki oldim, qabul qildim degan bir ifodasi yangi bir oila shakllantirdi. Bu yangi oilaning ikki a'zosi bo'lib, bu ikki a'zo bir-biriga, ya'ni takror deyish to'g'ri keladi shu gapni, boshqalarga echilmagan shaklda echiladi. Birisi-birisidan yushiradigan hech nimasi qolmaydi. Bularni bu darajaga kelganda faqat o'tirdiki bir dona so'z, bir dona va'da. Ve Allah muş nikahının şekillenişi, ailenin qurilishiga belgilab bergan söz. Kur'an bu söz ne? Misak galiz, ig'ir va'da, qattiq va'da sifatladi.
Bu qattiq va'da payg'ambarlardan boshqalar bo'lmaydigan qattiq va'da. Mushu va'da an bularni birisiga echiyotgan narsa shu. Vaqat afta ba'dukum ila ba'd. Echilib ketdinglar degan mazmun shu. Va antum va hum hunna libasul lakum va antum libasul lahunna deki ular sizlarga kiyim, sizlar ularga kiyim deb ayolni birisiga bu qadar yepishtirgan narsa dal mushu o'tirdiki ig'ir va'da. Ondan keyin odatdagi va'da emas. Sen birisi bilan to'xtalmish savdo qilyapmaysan. Balki butunlay sen uning dunyosiga kiradigan, o'zining dunyoga kiradigan bir to'xtam bilan birisining dunyosiga kiryapsan. Yana birisi sening dunyoga kiryapti. Unda o'gandan keyin va bu o'zaro munosabat, ayol munosabati tasvirlanganidek kiyim munosabati odam bilan badandagi kiyim munosabati bo'lgan bo'lg'achqa sen cho'qim bu oilaga mas'uliyatchanlik bilan qarashing kerak. Bu munosabatni muhofaza qilishing kerak, saqlashing kerak. Yuz bergan xatolik va ig'irliklarga sabr qilishing kerak. Eng tuvanchakda bulanmagan taqdirda zodi sen yaxshi ko'radigan yerin qolmagan taqdirdami ma'ruf bilan muomala qilishing kerak. Haq, huquq darajasida qanday qilishing kerak, muomala qilishing kerak. Agar shu muomaladami bulanmay, endi oilani normal davomlashtirish Allah belgilagan shaklda mumkin bo'lmaydigan vaqtda andikin yo'li va yo'lni yine shu Allah belgilagan shaklda ochsa, chunki biz-bizlarga o qadar ochildinglarki, asliga qaytib ketish mumkin emas. Bu yerda o'tirib saqlanadigan bir mahramiyat masalasi va haq-huquq masalasi va u ayolning pulisini asla elib olishing qat'iy nima emas, to'g'ri emas. Ammo endi shu oyatda haq-huquq masalasi bek ko'p tilg'ilindi qarindoshlar. Qur'on mayli kimlar o'tirsa olsun, avval haq-huquqni belgilaydi. Mayli ayol o'tirdiki haq-huquq olsun, qatil maqtul o'tirdiki haq-huquq olsun, birovning haq-huquqlari chiqib haq-huquqni oldi bilan belgilaydi. Haq-huquqni belgilashi fasodchilikninki, boshqalarning haq-huquqininki daxliga uchirmasligi va adolatning barpo bo'lishi uchun haq-huquqni belgilaydi. Men tushunishim kerak. Ammo haq huquqning ustida bir narsa bor. U bo'lsa-mu boshqalarga ihson qilish, yaxshilik qilish. Buni Alloh subhanahu va taolo haq huquqning ustida turib qana qiladi, bayon qiladi. Da'vatdiki, ma oyatda hozir haq huquq masalasi ya. Ayol to'yloq, ayol kishiningki har qanday bahona sabab bilan buni ololmaysa, chunki sen bu mol mulkning badilini ap bo'lding o ayoldan. O ayol bütün ichki dunyosini sana echib bo'ldi, bu mol mulk shuning qarshiligida uni sen qaytib olishing to'g'ri emas, bu ayolning huquqi deb bo'ldi ya. Endi buning ustidan bir tarafdan da'vatdiki, fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu. Ammo ayol kishi ko'ngildan rozi bo'lib, tamam, men buni qanday qilay, bir o'tay, yandurib biray, endi men nurg'un chiqimga sopdimman. Bu ailemiz uzun davomlashmoqda. Yana bir aile qurishi mumkin. O vaqt yana chiqim keta. Men to'y qilsam, menga boshqalar to'yli qoladi degan bir ko'ngilning rozimalligi bilan er kishiga xohlagan shaklda qaytirib bersa, bu vaqtida nima bo'ladi? Go'zal vaqtda. Mana haq huquqning ustidagi fazl, ihson bobi. O'zaro birisiga marhamat qilish bobi. Bunda bir hikoya bor. Bir qozi o'zining qavmiga shuna debdi. Sizlar meni qozi qilib tayildinglar. Danglar. Men sizlarga adolat bilan hukm qilaymi yo adolatdan yaxshiroq bir hukm bilan hukm? Atrofdagilar adolatdan yaxshi qanday hukm bor? Fadl. Ihson. Adolat har odamning o'zining haqqini elish, har odamga o'zining haqqini berish adolat. Fazl marhamat degan nima? Ihson degan nima desa, har odam o'zining haqqidan rozmanlik bilan qarshi tarafga qana qilish tushib berish. Mana bu güzel. Bunu bilan har qanday masala qanday qiladi tugaydi. Alloh subhanahu va taolo mayli bu o'rinda yoki boshqa oyatlarda haq huquqlarga alohida ko'ngil bilib buning qonunlarini bekitgan vaqtida o'zaro bir-biriga ihson qilishni asla qo'yib qo'ygan emas. Haq huquq rioya qilish deyishlik narsa, lekin
fazli ihson uningdan güzel narsa. Şoňa Sura Baqaradanki 237-nji ayat okup ötdik. "Wa la tansawul fadla baynakum." Araňlardaki özara birisi-birisiňlarga fazli merhamet, ihsan kılışını unutmaňlar. Ýene bir ayatda mesela ilim birim işlerini yazış hakkında çoğun olsun, küçük olsun hemmini yazılsa deydi. Sura Baqara'nınki 282. ayette وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ Her qanday qarz ilim birimini çoğum yazılsa dep bulup ayetinin ahirinde yeni bir ayette فَاِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ Ama birisi fevkalade işençlik olsa o vakit yazmışsın buludu. Şu vakitte amanet ilgileri amanetdarlar amanetlerini egizge caydı. Ada qilish tishlikni ada qilsin. Endi bu yerda yezish bir qoida, huquqni qo'g'daydigan qoida. Ammo uning ustunda favqulodda ishonchli ko'p qolgan ahvol ostida, yavonmaydiganligini qo'ygan ahvol ostida qanday qilmasa bo'ladi? Yozmasami ham bo'ladi. Muşnunga o'xshash bugungi oyatimizdagi o'tirudagi haq-huquqmi? Haq-huquq masalasi ayrim masala. To'yliq ayrim masala ayolning haqqi. Uningdan ilib olish huquqing bo'lmaydi seninki. Uningda haqqing yo'q. Uni ilib olish halol emas. Ammo fa intibna lakum an shay'in minhu nafsan. Agar ayol kishi o'zining to'yliqini qanday bir narsaga rozi bo'lib bersa, fakuluhu hani'an mariya. Ayol rozi bo'ldi. İşkil taraf razı oldu. Bu degan er ayolning o'tirga bir mehr muhabbat kirgizdi. To'yliq ayolning haqqi. Lekin haqqi bo'lganlik uchun ayol kishi mutlaq o to'yliqni erdan elishi, ayol er kishiga bir mo'chama bermay hamman o'zi xajlishi u zulm emas. Agar ayol kishi to'yliqni qoida bo'yicha aldım dedi, amaliyotda tamam bir ailemizken aileге o'rtaq sarf qildi. Desimi bo'ladi. Vaqtni o'tishiga ergashib, olgan to'yliqni aileге sarf qilsin bo'ladi. Ajrışıp ketken vaqtida siz bana jiq pul hayligandingiz, ma'lum miqdorini qanday qilib beray, qaytirib beray desimi bo'ladi. Bu o'tirdik munosabatni yaxshilaydi. Esingizda bo'lsin, haq-huquq pichoqda kesgandek ijro qilinsa, tamom masala chiqmaydi. Ammo insonlar o'rtasida mehr muhabbat paydo bo'ladi. Mehr muhabbat nima orqali paydo bo'ladi? Haq-huquqning ustidagi fazli ihson bilan nima bo'ladi? Paydo bo'ladi. Endi bayatning haqi er kishi ayol bilan kelishmay, ayolini qo'yib etgan vaqtida ayolining to'yliqidan hech narsani elib bo'lmaydiganligini tilga oldi. Ayollar uchun. Masalan, er kishidan bir turmushga kirdi. Qarasa bu turmush faqat o'ziga mos kelmaydiganda. Bu er kishi o'ziga mos kelmaydigandek. Manda bir holat bor. Manda holat bo'lib qolgan vaqtida nima deymiz endi? Ayol kishining shu kishidan ajrash huquqi bo'lmasa tabiiy bor. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Sura Baqara'nın 229. ayet. Eğer ayol kişi bu ailede normal turmuşunu davamlaştırışga köz yetmedi. Yani ayol kişiden geldi bu talep. Ben bu aileni davamlaştıramayma, sizin hakkınızını ada kılanmaydı kemme. Yani bana bu aile doğru kemmedi. Deydiğim bir iddia bilen aileden çıkıp çıkmakçı olsa, bu toyunu buzmakçı olsa, bu aile münasını buzmakçı olsa, ayol kişi an bir narsa berib, kishini qana qilsa bo'ladi, ajrisi bo'ladi. Buni biz fiqh babida xul ideymiz, ya to'yliqining hamini bersin bo'ladi, ma'lumot chiqib er bilan qana qilsa bo'ladi, kilissa bo'ladi. Ya'ni oyatda qandoqmi elib olasizlar degan ifoda orqali keskin elib olishga bo'lmaydi ifodasidan keyin biz bu yerdagi fazli ihsobomini so'zlab o'tdik va ayol kishiningki bu nikahni buzish uchun o'zi rozi bir şekilde qanday qilishni buzalaydiganligini ham qanday qildik so'zlab o'tdik. Dedik-ku, masala er ayol masalasi tiklan masala emas. Bugungi dars er ayol o'tirdiki masala. Masala har ishda, qisos va boshqa hamma ishlarda haq-huquq boshqa haq-huquqdan halqagan bir şekilde o'tirdiki birisi-birisiga qo'yib berish, birisi-birisiga yaxshilik qilish. Masalasi va Alloh subhanahu va taolo hammalarni mehr muhabbat to'lgan ailəyə nisb qılsın, özara birisi-birimizin haqqiga kirdigan işlarga çıkıp qilishdan saqlasın. Vaqt münasibati bilan qarindoshlar, biz bugungi darsimizni mushada to'xtatamiz. İnşallah kelasi soatlik darsimizda ko'rishimiz va ahru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.